40 haftalik homiladorman deb to'g'ri muddatimdan o'tib ketyapman. Nima qilish kerak? Shu videomga juda ham ko'plab kommentariya kelgan. Ya'ni meni homilam necha haftalik muddatini aytib bering deb. Agar siz ham homiladorligingizni necha haftalik, ya'ni muddatini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta shu videoni oxirigacha ko'ring. Demak, homiladorlikning muddatini aniqlashda asosan 3 ta usuli bor. Birinchi usul bu oxirgi hayz bo'yicha. Taxminan sizning hayzingiz 4-oktyabrda bo'lgan deylik. Kunni hisoblasangiz 4-oktyabr plus 14 va 18-oktyabrdan boshlab siz hisobni boshlaysiz. Ya'ni birinchi hafta boshlandi deb hisoblanib ketiladi. Ikkinchi usul bu ovulyatsiya. Ovulyatsiyani siz demak UZI yordamida, ya'ni follikulometriyada aniqlasangiz bo'ladi. Va aniq ovulyatsiya bo'lgan kundan boshlab birinchi hafta deb hisoblab ketasiz. Va uchinchi usul bu birinchi UZI, ya'ni 6 haftalikdan, ya'ni homilaning yurish ko'ringan muddatidan boshlab 12 hafta oralig'idagi birinchi UZI bo'yicha hisoblasangiz aniq bo'ladi. Shu usullarning ichidan eng anig'i bu birinchi UZI. Chunki har doim ham ayollar oxirgi hayzini aniq bila olmaydi. Har doim ayollar follikulometriyaga bormaydi hamda hayzi buzilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun erta yoki kech ovulyatsiyadan qat'iy nazar birinchi UZI 6 haftadan 12 haftagacha bo'lgan muddatdagi aniq sizni homiladorlik muddatingizni belgilab berishi mumkin. Agar sizga ma'lumotlarim qiziq bo'lsa, albatta Dr. Umidov Fayz profiliga obuna bo'lamiz hamda homila muddatini bilmaydigan dugonalarga yuborib qo'yamiz.